Assalomu alaykum. Sizlarga yomon kunimni ham aytganman, yaxshi kunimni ham aytaman. Bugun juma. Alloh meni subhanalloh deyorasizlar. Alloh meni 2 marta juda xursand qilgandi-da hayotimga. Juma kuni Ammor tug'ilgandi. O'g'il farzandim. Juda xursand bo'lgandim. Men sinov kelgan vaqti 5 yil so'ralgan vaqti bo'ldi, endi chiqmasam kerak degan paytim juma kuni suddan chiqib ketgan vaqtim juda xursand bo'lgandim. Chiqib keta olmasam kerak deb turgan vaqtim sud zalidan chiqib ketgandim. Juma kuni juda xursand bo'lgandim. Bugun juma 3-marotaba ham juda xursand bo'ldim. Baland ovozda gapiryapman. Bugun ham o'g'il farzandli bo'ldim juma kuni ham. Allohdan so'radim, Alloh farzand bersang, 4-farzandim o'g'il bo'lsa ismini Muhammad qo'yaman dedim. Muhammad Yosir deb qo'ydim. 2ta jannatga kalitim bo'ldi. 4ta farzandli bo'ldim. Mujiki, meni ko'rib turgan mujiki, sizlarga ham o'g'il farzandlilar, qiz farzandli, jannatlar nasib qilsin. Ka'batullohlarga bosh imom bo'lib namoz o'qishni nasib qilsin. Arkasidan bizada otalar turishlik nasib qilsin. Men O'zbekistonga, rahbariyatida mujiklarga, ota-onalarga rahmat deyman. Endi gap yo'q. Nima deyishni bilmayman. Xursandman. Sizlar bilan bo'lishkim keldi. Rahmat, sizlarni yaxshiliklaringiz ko'p deydi menga. Mujiki, yana bitta O'zbekistonga islomda mujik dunyoga keldi. Rahmat sizlarga.